Xitoylar bizani bemalol tabriklasanglar bo'ladi. Xudo xohlasa kino syomkalarimiz kecha tugagan. Bu hafta kinoda уже qo'yib boshlaymiz. Kinoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Montaj ishlari hozir ketyapti. Kinoda albatta o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Keyingi kinolarimizda xatolarimiz ustidan albatta ishlaymiz. Do'stlarimiz Maqsud akalarga katta rahmat. Operatorimiz Temurga, kadr orqasidagi do'stlarimiz Abbosbek, Dilshodbeklarga katta rahmat. Bizning aktrisalarimiz bor. Aktrisalarimiz bittasi nocha ishlab endi kelib bizga yordam berdi. Syomkalarga tushib bergan. Bularga juda ham katta rahmat. Alisher aka ayoli rolida o'ynab, bitta Safur opamiz o'zining rolini juda chiroyli chiqarib bergan. Даже men hayratda. O'zidan ham so'radim, sizga Rossiyada nima bor? O'zbekistonda aktrisa bo'lsangiz bo'ladi. Maqsud akalar ular shunaqangi charchashdiki, tunda gapini topolmay qolgan vaqtlari bo'ldi. Temur aka shunaqa uyqusi kelgan, buni olamizmi desa ko'zini chiqib 5 minut o'tiray, biz robot emas deb shunaqa holatlar ham bo'ldi bizda hozir. Xudo xohlasa umid qilamiz kino juda ham chiroyli chiqadi, chunki mehnati haqiqatda shirin bo'ldi. Shunaqangi shirin mehnat bo'ldiki, biz ertalab qanday turganimizni bilmaymiz, hali ham uyqusirab ishlab yuribdi. Yaqiniga kelganlar ko'rgan bo'lsa ham kerak. Xudo xohlasa o'rtoqlar, umid qilamiz sizlar chiroyli otsyankalar bilan qoldirasizlar. Ishda namoz farisha avtopilotda yoqib ishlaydi. Sog' bo'lasizlar.